السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث. Üçüncü ders. Silsilatul Lisan kitobining 3-darsiga ham keldik. Alhamdulillah. As-safar, ya'ni safar qilish, safar. Kalimatud dars. Darsdagi yangi so'zlar. To'iratun, samolyot. Tazkiratun, bilet. Tafaddal, marhamat. Rihlatun, safar. Musaadatun, yordam. Afwan, kechirasiz. Matorun, aeroport. Usbu'un, hafta. Qodimun, kelasi. Kitabun, kitob. Ajlisu, o'tiraman. Qitorun, poyezd. Yantoliqu, jo'nab ketadi. Sifaratun, elchixona. Hatifun, telefon. Ta'birotud dars. Darsdagi yangi so'zlar, ya'ni yangi iboralar. Javozu safar. Safar pasporti. Min fadlik. Marhamat qilib. Law samaht. Kechirasiz. Bikulli sururin. Barcha xursandchilik bilan. Shukran ala. Nimadir uchun rahmat aytamiz. Ya'ni nimadir uchun rahmat. Inshaalloh. Alloh xohlasa. Hal astati'. Men qila olamanmi? Mahattatul qitor. Qitor ma'nosi poyezdida mahatto degan bekat. Mahattatus sayyorot yoki mahattatul shunday iboralar keladiki, bir-biri bilan transport vositalari kelganda shunga qarab moslashadi. Ya'ni mahattatul qitor bu yerda aynan poyezdlar bekati emas, vokzal deb tarjima qilinadi. Atamanna an. Men tilayman. Unzur ila suratayn va ajib. Ikkala suratga qara va javob ber. Bugundan boshlab sizlar bilan arabcha ozroq-ozroqdan gapirishni boshlaymiz. Biiznillah. Aswal al-awwal. Birinchi savol. Maza tara fi suratayn? Ikkala suratda nimani ko'ryapsan? Idan يمكن أن نرى في الصورة الأولى الطائرة وهي ينطلق من الأرض. Tarjimasi. Birinchi suratda biz samolyotni ko'rishimiz mumkin va u yerdan uchib ketyapti, yerdan jo'nab ketyapti. Mana shunda ikki dona gapdan tuzib boshlaymiz va hozirga aytgan so'zlarning barchasi biz ishlata olamiz, chunki avval yodladik. السؤال الثاني. هل تفضل السفر بالطائرة أو بالقطار؟ aytgancha ikkinchi rasmni ham bir tasvirlab o'taman hamda ikkinchi savolga to'xtalamiz. Demak, يمكن أن نرى في الصورة الثانية القطار، يعني محطة القطار وفيها كثير من الناس. وإكينchi suratda biz qitor, ya'ni poyezdni hamda vokzalni ko'rishimiz mumkin va unda, ya'ni vokzalda ko'p odamlar bor. هل تفضل السفر بالطائرة أو بالقطار؟ Siz samolyotda safar qilishni afzal ko'rasizmi yoki poyezddami? Xuddi shunga o'zidek javob berishga harakat qilamiz. Ya'ni strukturani o'zgartirmagan holatda mana shunday javob beriladi. Hal o'rniga ana ufaddilu as-safar bit-to'ira. Ana shunday. Ya'ni men samolyot bilan safar qilishni yoqtiraman. Nima uchun? Li'anna at-to'ira, chunki demak samolyot nima deyishimiz mumkin? Chunki samolyot poyezddan ko'ra tezroq. Li'anna at-to'ira asra' min al-qitor. Chunki samolyot poyezddan ko'ra tezroq yuradi. Mana shunday. Uyda o'zingiz shunday ikkita-ikkitadan xohlaganingizcha gap aytib, bu suratlar haqida gapirishingiz mumkin. Istami' va qira. Eshit va o'qi. Al-muvazzaf wal hamad o'rtasida bo'ladigan hivar ekan. تذكرة الطائرة وجواز السفر من فضلك. Pasport, ya'ni safar pasporti hamda
Samolyot chiptangizni bering, marhamat qilib. Tafaddal. Marhamat. Kam haqibatan ma'ak? Siz bilan nechta sumka bor? Hamad aytyapti. Ma'i haqibatun wahidatun. Menda bitta sumka bor. Al-muwazzaf. A'tini jawaz as-safari law samaht. Ijozatingiz bilan shu safar pasportingizni bersangiz menga. Hamad. Bikulli sururin tafaddal. Xursandchilik bilan, ya'ni mamnunlik bilan marhamat. Al-muwazzaf. Hasanun. Rihlatan sa'idatan. Yaxshi. Sizga rihlatan sa'idatan degani yangi ibora. Sizga yaxshi safar tilayman degani. Hamad. Shukran. Rahmat. اقرأ الجمل الآتية ولاحظ ما تحته خط. Quyidagi gaplarni o'qi va tagiga chizilganlarga, ya'ni tagiga chizilgan so'zlarni mulohaza qil. لو سمحت أعطني القلم تفضل. لو سمحtni tagiga chizgan, bu so'zlar tagiga chizgan so'zlari ijozat so'rash, takallufni bildiruvchi so'zlar, shuning uchun tagiga chizgan va so'zlar, iboralar, bularni yaxshilab yodlab olishingiz kerak bo'ladi. لو سمحت degani ijozatingiz bilan, marhamat qilib degan ma'noni bildiradi. Marhamat qilib qalamni olib bering, menga olib bering. Marhamat. من فضلك أريد فنجان قهوة. Marhamat qilib men bir finjon qahva xohlayman. أعطيني جواز السفر لو سمحت. Shu ijozatingiz bilan menga safar pasportini bering, ya'ni bera olasizmi? Bikulli sururin. Ha, albatta deyishni o'rniga barcha xursandchilik bilan sizga marhamat degan ma'noni bildiryapti. Shukron alal musaada. Yordam uchun rahmat. Shukron ala nimadir uchun rahmat. Shukron ala al ihtimam. E'tibor uchun rahmat. Shukron ala yana bir narsa deb o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Al musaada yordam uchun rahmat. Afwan ayna al matar. Kechirasiz. Aeroport qayerda? Afwan kechirasiz. Aroka g'adan inshaalloh. Sizni ertaga ko'rishamiz, ya'ni sizni ertaga ko'raman, Xudo xohlasa. Ilal liqo, ko'rishguncha. Ma'as salama, xayr. Uktub at-ta'bir al-munasib fil farogh. Tafaddal. Buning tarjimasi bo'sh joylarga munosib bo'lgan iborani qo'y. Tafaddal, marhamat, law samaht, ijozatingiz bilan, ya'ni kechirasiz, marhamat qilib. Ma'as salama, xayr, afwan. Bu ham kechirasiz, ilal liqo, ko'rishguncha. Bularni uyga vazifa qilib beraman va birga tekshiramiz inshaalloh. Istami' va qiro. Eshit va o'qi. Al-ibn wal ab. Ota va o'g'il o'rtasida bo'ladigan hivar. Hal safarta bil qitor ya abi? Siz poyezdda safar qilganmisiz ota? Al-ab. Na'am, ha. Al-ibn. Min ayna yantaliqu al-qitor? Sizning, ya'ni qitor bima'na poyezd. Sizning poyezdingiz qayerdan jo'nab ketadi? Al-ab min mahattati al-qitor. Vokzaldan. Al-ibn. Atamanna an usafira bil qitor ya abi. Ey dadajon, men ham poyezdda safar qilishni xohlayman. Al-ab inshaalloh, Alloh xohlasa. Bugungi harfimiz harful fa. Fa harfining so'z boshida kelishi, so'z o'rtasida kelishi, so'z oxirida kelishi hamda alohida bo'lib yakka holatda kelishini mashq qilib yozasiz uyda. Bu yerga fa harfini qo'yasiz. Fataha ochmoq. Qofun qof harfi. Miftahun kalit. Nima? Xarifun kuz. Mihfazatun kashaluk. Rufufun tokcha. Fa'run sichqon kalamush. Soyfun yoz. Mana shunday yozib tarjima qilib qo'yasiz. Bularni ham fa uchun mashq. Endi bu gaplarni birga o'qib tarjima qilib qo'yamiz. Istami' va raddid. Eshit va qaytar. Fazal fariqu bil ka's. Faza degani yutdi. Al fariqu guruh, ya'ni jamoa. Bil ka's. Ka's degani kubik.
Jamoa kubokni yutdi. Fi soffi tovilatun kabiratun. Sinfda tovila degani stol. Sinfda katta stol bor. Fataha Fadi an-nafiza. Fadi derazani ochdi. Al-firoshu nazifun. Al-firosh degani yotoq. Ya'ni to'shak degan ma'noni anglatadi. Nazif yangi, ya'ni toza. To'shak tozadir. Ad-daftaru ala ar-raffi. Ad-daftar daftar. Rof tokcha dedik. Ya'ni daftar tokchaning ustidadir. Al-miftahu qadimun. Miftah degani kalit. Kalit eskidir. As-sifaratu mughlaqatun. Mughlaqa bek degani. Ya'ni sifara elchixona. Elchixona yopiqdir, bekdir. Uhibbu fasl as-sayf. Yoz faslini yaxshi ko'raman. Yaqra'u Faridun as-sahifa. As-sahifa gazeta degani. Yaqra o'qiyapti. Farid gazeta o'qiyapti. Al-hatifu yarinnu. Ronna yarinnu degani jiringlayapti. Telefon jiringlayapti. Al-ghurfatu farighatun. Al-ghurfa xona. Farigha bo'sh. Xona bo'shdir. An-nuqudu fil mihfazati. An-nuqud naqdun nuqudun. Pullar. Fi ichida. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha, ma'assalama.